Bu esa noodatiy pikapning noodatiy bahaybat bo'lgani farqo'pi hajmini bitta o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bu avtomobilimiz O'zbekiston asfaltlarini hali beri bosmagan eksklyuzivniy F150 ning Super Cup kuzovi bo'ladi. O'zi aslida pikaplar dunyosida 3 xil turdagi kuzov bo'ladi. Regular Cup, Super Cup va Crew Cup. Regular bu bitta eshiklik, Super Cup bu 1,5 talik, Crew Cup esa 4 ta eshiklik bo'ladi. Yopishtirilgan plyonka va dugani gapirmasa ham bo'ladi. Bu g'ildirakka oldida fuel g'ildirak va fuel diskadan iborat bo'lgan va albatta har doimgidek o'zgartirilgan haydovchi chastlari mostlari bilan birga. Bu esa Lariat komplektatsiyaga ega bo'lgan F150 Super Cup ning ichki ko'rinishi. Avtomobilimiz albatta custom qilingan. Qo'shimchasiga elektron jihozlar uchun tugmalar ham o'rnatilgan. Albatta bu elektron jihozlar asosan tashqi tomondagi qayta takomillashgan jihozlar uchun o'rnatilgan bo'ladi. F150 pikaplarning yaxshi jihati asosan benzinli dvigatelga ega bo'ladi. Albatta kimgadir qiziq bo'lsa, dizelli pikap bilan sotuvda bor. Agar ma'lumot qiziq bo'lgan bo'lsa, bu videoni eksklyuzivniy avtomobillarga qiziqadigan do'stinglarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Va albatta bu va bunga o'xshagan eksklyuzivniy avtomobillarning e'loni, bojxona to'lovlari va batafsil ma'lumotlari har doimgidek eksklyuzivniy Telegram kanalimizda bo'ladi. Havola profilli yuqori qismida o'tib olib bemalol tanishib chiqsanglar bo'ladi. Bojxona to'lovlari hammasi ko'rsatilib boriladi iloji boricha.